Yigit aerodromning bexatarlik tekshirishda qo'rqinchli ishdan birini bayqadi. Bu yukdaq sanduqiy xatarlik buyumlari bilan liq to'lgan bo'lib, buning aniqlab bir xil xatarlik ish ekanligini ko'rib olgan bo'ladi. Ammo tanishuvchidan chiqqan ovozni anglagan yigit gap qilishga jur'at qila olmay qoldi. U baylar xizmatchi bilan ismini almashganda bir yo'lovchi o'zining bir tanishuvchi deb olganligini aytgan edi. U narsa-keraklarni egasiga topshirib berguncha Yanfulfunga bir necha tal noma'lum qisquchur kelgan bo'lib, u qisquchur uningga tanishuvchini taqashni eslatgan edi. U nima ish ekanligini bilmay turganda tanishuvchidan kelgan erning ovozi uning shayini o'zgartirdi. Tanishuvchdagi er uzoq o'tmay birisining yuk taqlarini ilib bu yerni o'tazganligini, uning qilishga tegishli ishning sukut qilish ekanligini bildirdi. Bu chaqda yigit talaysinash pozitsiyasida bo'lgan. Qarshi taraf yigitning adresi va loyiqning amaldor bo'lganligi uchurini aytib berdi. Yigit bir tarafdan uning bilan paranglashgan, bir tarafdan o'g'irlikcha 911 ga telefon qildi. O'ylamagan yerdan bu yo'shirin harakatni qarshi taraf aniq ko'rib turadi. Er uningga telefonni darhol qo'yitish, agar yana bir ig'iz ortiq gap qilsa, o'xshashla aerodromda xizmat qilgan loyiqni joylab o'tadiganligini aytdi. Chunki shu tapda bir mergan allaqachon ayolini ko'rsatib turgan bo'lib, bu chaqda yigit qattiq andiklayotgan bo'lib, u qarshi tarafdan yolg'on so'z aytgan yoki so'zlamayotganlikqa to'tishga jur'at qila olmadi. U necha sukutdan keyin u yana telefonni qo'yibdi hamda talab bo'yicha yon telefonni narsa saqlash iskabini silib qulflab qo'ydi. Undan keyin yigit o'zini qutqizishdan voz kechmay qo'l soati orqali dialogni farqlantirib do'stiga yo'llab bermoqchi bo'lganda yana bir qitim qarshi taraf tarafidan bayqalanib qilib ajri bekor bo'ldi. Bu chaqda u qarshi tarafning o'zidan ancha yiroq emasligini faraz qildi. Bo'lmasa uning kichik harakatlarini bayqalmaydi. Soatni iskabga silib qo'ygandan keyin u tuyuqsiz beshini ko'tarib qaraganda til kamerada o'zini nazorat qilib turayotganligini ko'rdi. Ular allabun aerodromning amallik saqlash sistemasidan nihoyatda osonlab o'zib kirganligini bayqadi. Chunki yigit kichkinalar intayin ehtiyotchan bo'lib, izchil saqchi bo'lishni orzu qilib kelgan edi. Shunga yigitning ko'rsatish iqtidori intayin yaxshi. U yiliqi er bilan paranglashayotganda to'xtamay qarshi tarafning ovozini farqlantirib, nihoyatda pukayning oldida o'tirgan bir shepkilik erni bayqab qoldi. Qarshi tarafning nasiyishi harakati bilan ularning quloq tubidagi chaynagan ovozi asosan o'xshash bo'lib, bu erning o'zi bilan paranglashayotganligini jazmlashtirdi. Bu chaqda bir yo'lovchi uning ovoqib qolganligidan norozi bo'ldi. U darhol bahantirib qarshi tarafning yuk taqlarini tekshirmoqchi bo'ldi. Hamda sanduqning ostidagi saqchilikdan saqlash tekshirish qalami bilan bir abzas so'zni yozib, ondan aeroplan bileti tekshirishga avatdi. Lekin bu vaqtda bu negr boshliqqa qarab asta manglatganda er tuyuqsiz paydo bo'lib, uni so'qlatdi. Faqat bir necha minut vaqtdan keyin qarvoy yerga yiqilib tushdi va joyida o'lib qolgan edi. Aeroplan biletini mo'ylaqa er ilib oldi. Yurak kesili bilan o'lgan amallik saqlovchining xabari nihoyatda aerodromga yelib ketdi. Yiliqi ermi uzoq o'tmay aram ilayotgan yigitning qishiga keldi. Yigit bu gaplardan bayqi xizmat ishini mushu erning o'ltirayotganligini bayqadi. Shundan bilan bir vaqtda bu bir to'p kishilarning rehimsizligini, erkning nazorat ostida ekanligini, hatto gap so'zlarining o'g'irlikcha anglanganligini his qildi. Er ig'iz ichib, "Sen yana boshqalarning o'lib ketishini xohlamsan, agar xohlamsan sal turib bir qizil chepkilik odam kelganda uni o'tkazib deb ketib qoldi." Bu filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'ringan Costco saloni qo'shilib 139 raqamini yo'llab ko'ring. Agar topolmasangiz bosh betdagi birinchi zopinga qarang.